Sizlar bilan Isa ICT. Bugun sizlar bilan funt hamda dollar parasida kunlik tahlil hamda bitimlarni razborini qilamiz. Qani ketdik bo'lmasam, yaxshilab joylashib olamiz. Bizda hozir katta time framelarda nimalar bo'lyapti, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Так, давайте haftalikka o'tamiz. Haftalikda bizda inversiya bor. Haftalik inversial FVG bor и yana nimalar bor. Hozir bir oylikdan qaraymiz, давайте. Bir oylikda ham bizda inversiya beryapti. Уже inversiya berib turibdi. Nimaga inversiya berganini sababini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bizda mana bir oylik farewell gapga narx yetib kelgan. Undan tez qilib turib mana bu likvidnessni yechgandan keyin haftalikka o'tamiz. Mana tak haftalikda nima bo'lyapti? Haftalikda ham уже дальше buy ketishiga tasdiq bor. Chunki уже haftalikda ham inversiya bergan. D1ga o'tamiz do'stlar. D1da nima bo'lyapti? D1da kechagi mana stop olganim sababini ham hozir sizlarga tushuntirib beraman. Men ikkinchi marta bitimga kirib qo'ydim, lekin to'g'ri riskovanno bo'ldi. Lekin men buy sidegacha emas, shundan sal pastroqqa tek o'rnatib qo'yganman. Tak, kechagi stopimning sababi men D1 farewell gapga narx yetib kelmasdan bitimga kirganim. O'shanga yetib kelib likvidnessni yechmasdan oldin bitimga kirib qo'yganim. Bu meni xatoligim. Ya'ni mana bu order blokdan tez oldi deb dalchi mana bu buy sidegacha ishlab olmoqchi bo'ldim. Narx где-то 1-2 punkt yetib bermas, borib yurib bermasdan stopimizni urib qo'ydi. Keyin men сразу D1ga o'tib qaradim. Уже farewell gapdan narx tez olgan ekan. Likvidness yechish bilan сразу M15 da ham inversiya berdi narx. Da to'g'ri to'liq inversiya bermadi, lekin M5 da inversiya bor. M5 time frame'da mana qarab ko'rishlaringiz mumkin, inversiya bor. Вроде M5 da ham, ну да, M5 da inversiya bor mana bu yerda. To'liq bu FVG'ni narxi yorib o'tgan. Ну, bu yerda ham inversiyamiz bor. Undan narx test olib turib, dalshi bizda shu zonagacha yurib berish kerak. Tak, dalshi buni yechgandan keyin bizda nimalar bo'ladi? Ну, buni yechgandan keyin то есть mana buy side liquidity'ni yechgandan keyin bizda narx dalshi qaysi tomonga harakat qilish kerak? Bizda по идее tak, bu yerda kichkina gapimiz bor. Может shu gapdan narx razvorot olib turib, dalshi pastroqdan где-то qayerlardan desam, где-то mana shu haftalik mana bu inversiyamizdan narx harakat qilishi mumkin. Weekly, tak, uzr. Weekly FVG. Weekly FVG. Нет, то есть weekly FVG. Inversial FVG. Inversial farewell gap. Tak, bu bizda keyingi ideya. Tak, hozirgi ideyamiz bizda mana bu buy side yechilishi kerak. Bu buy side yechilishi bilan может gapdan narx razvorot olib turib, dalshi pastga qaytib haftalik inversial FVG'mizdan dalshi tepaga harakat qilishi mumkin. Ya'ni tasdiq olgan holda bu yerdan ham ishlab olishimiz mumkin. Plus bu yerda kuchli gapimiz bor bu yerda ham. Ну, типа того, do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Isa ICT charchamanglar. Yangi videolarda ko'rishgunimizcha do'stlar.